Yuringlar. Tadam! Chitir endi Farg'onada ochildi. Xursand bo'lib ketib somsangiz. Xullas Farg'onaliklar sirrochlar chitir-chitirga kelmasanglar bo'lmaydi. Bu Toshkentda bor edi, endi Farg'onaga keldi. Men uchun maxsus chitir ochib qo'yishdi. Farg'ona malikaxon kelganda yeb kelsin deb. Xullas adresimiz Kamal Nigohur ro'parasida, kiyim-kechak bozori yonginasida chitir qilib katta qilib yozib qo'ygan. Bunaqa somsalarni prosta hali Farg'onada yemagansizlar. Javob beraman. Albatta kelib yeb ketishlar kerak. Yuringlar, odam juda ham ko'p. Mana hamma somsaxo'rlik qilyapti. Hozir biz ham o'tirib maza qilib chitir-chitirlarni yeb ketamiz. Endi men shunga xursand bo'laman. Har safar Farg'onaga kelganda endi bemalol chitir somsalarni sog'inib qolmas ekan, bemalol yeb ketaman. Yoqmishlar. Ochilish marosimida kelayotgan xo'rrandalarimizga